Buxoro harbiy prokurori jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzasidan sayyor qabul o'tkazdi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Chindanda yurtimizda prezidentimiz rahbarligida inson manfaatlarini ta'minlash, odamlar bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlari, orzu-niyatlari, hayotiy ehtiyojlarini o'rganish va mavjud muammolarni hal qilish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Buxoro harbiy prokuraturasi tomonidan tizim xodimlari va oila a'zolarini reja asosida sayyor qabullarni o'tkazilishi, jarayonda aholi murojaatlari o'z vaqtida hal etilishini yo'lga qo'yishda muhim zamin yaratmoqda. Buxoro harbiy prokurori boshchiligidagi mazkur sayyor qabulda ham Mudofaa vazirligiga qarashli Qorako'l tumanida joylashgan harbiy qismda xizmat qiluvchi harbiy xizmatchi va ishchi xizmatchilar hamda ularning oila a'zolari ishtirok etdilar. Sayyor qabul jarayonida yuridik va jismoniy shaxslar huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarni amalga oshirishga doir va bir qator boshqa turdagi masalalar yechimi yuzasidan murojaatlar qabul qilindi. Sayyor qabulda kelib tushgan 12 ta murojaatlardan 3 tasi joyida ijobiy hal etildi. Qolgan 4 tasiga qonuniy asoslantirilgan tushuntirishlar berildi. 5 ta murojaat esa ijobiy hal etish maqsadida nazoratga olinib, vakolatli tashkilotlarga yuborilishi ta'minlandi. Shuningdek, sayyor qabul davomida fuqarolar uchun mehnat yarmarkasi ham o'tkazildi. Unda ishtirok etgan ishsiz aholi qatlami korxona va tashkilotlardagi mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar.